Man qada hajatan li akhihi fakannama khadamalloha umrahu dedilar. Bir yoru do'stini hojatini chiqarsa, uni qilgan xizmatini evaziga umri mobaynida Allohga xizmat qilganda savobini olar ekan. Birovni hojatini chiqarib, ko'nglini olib, rahmat, barakalla deb uni ko'nglini olib qo'yadigan xizmat qilib qo'yganligi evazidan unga beriladigan mukofot umrining boricha Allohga xizmat qilganda savobini oladi. Va qala an-nabiy alayhi salam man aqarra ayna mu'minin aqarra Allohu aynahu yawm al-qiyamah. Kim bir mu'minni ko'zini quvontirsa, Alloh jalla va ala qiyomat kunida uni ko'zini quvontiradi. Bir mu'minni xursand qilib deb ko'zida bir yosh keladigan darajada xursand qilib bo'lsa, Xudoy taolo qiyomat kunida uni ko'zini quvontiradi. Mu'min odam shunday bo'lishligimiz siz men bizni vazifamiz ekanda.